Obunachining izohi. Iso hech qachon Injilda o'zini Xudo deb aytmagan. U faqat u orqali Xudoga borish mumkinligini aytgan, ya'ni uning ta'limotlariga amal qilish kerak xolos. Keling, Iso Masih o'zi haqida nima deganini ko'raylik. Yuhanna 11:4. Iso buni eshitib, bu kasallik o'limga emas, lekin Xudoning sharafigadir, toki bu orqali Xudoning o'g'li sharaflansin dedi. Yuhanna 8:58. Iso ularga rostini, sizlarga rostni aytyapman. Ibrohimdan oldin men borman dedi. Men borman degan ism Xudo Musoga yo'nayotgan butadan gapirganda ishlatgan ismning aynan o'zidir. Chiqish 3:14. Yahudiylar uning nima demoqchi bo'lganini yaxshi tushunishgan. Shu sababdan uni toshbo'ron qilishni xohlashgan, chunki u o'zini Xudoga teng qilgan edi. Iso kim ekanligini ochiq aytdi. U Xudo o'g'li va tanada namoyon bo'lgan Xudoning o'zidir. Masihning ilohiyligi bu ruhiy haqiqat. Uni inson aqli bilan tushunish mumkin emas. Xudodan haqiqatni ochishni so'rang va u oshkor etganda unga ergashing, chunki bu najot beruvchi haqiqatdir. Fikringizni izohlarda yozing, like bosing, obuna bo'ling va videoni ulashing.